Manda bugun shunaqa yana hovli уборка 3-4 kun oldin qaynatam xurmo daraxtini kesuvdilar. Tepa shoxlari tepaga judayam uzun bo'lib ketgan ekan. Ularni kaltaladilar. Keyin xurmolarni hammasini daraxtdan terib oldilar. Chunki bizda xurmo umuman bilasizlar mevalar judayam ko'p. Xurmo daraxtimiz ham 2 tami 3 ta bor. Ularni ham hammasini terib olib ketganlar bor. Ular olib ketdi xurmolarni, qolgani o'zimizga qoldi. O'zi bir kun oldin men doktorga chiqdim. Belim judayam qattiq og'rigan edi. Shuning uchun shipirolmadim bir kun oldin hovlini. Baribir noiloj ertasiga shipirmasa bo'lmaydi. Bironta kelib qolsa uyat gapiradi. 3 ta kelin o'tirgan xonadon deb. U kesilgan shoxlarni ham hammasini bitta terib chiqdim. Bir kun oldin men doktorga chiqdim. Obedgacha doktorda yurib, obeddan keyin kelib, obed qilib Muhammad Solihda uxlatdim. 2larda uxlatdim. 30 oktyabr kuni 2larda Muhammad Solihda uxlatdim-da, 2:30da menga telefon bo'ldi. Kichkina singlimdan telefon bo'ldi. Men ko'tarmadim. Chunki Muhammad Solih uxlayotgani uchun uyg'onib ketmasin deb telefonni ko'tarmadim. 3 marta qilgan ekan bezbukada telefon. Keyin aradan 2 minutmi, 3 minut o'tib qaynam yonimga kirishdi. Kuningiz yomon bo'lmasin deydilar. O'zim sirazu bildim. Buvim o'tib qolibdilar shekilli deb. Buvim o'tib qoldilarmi desam, ha dedilar. Qaynamga qarindoshlarimiz telefon qilib xabar berishibdi. O'zi ichimdanchi ishonasizlarmi bir nima uzilib ketgan deb bo'ldim. Bilardik shunaqa bo'lishini, chunki buvim juda og'ir ahvolda kasal bo'lib yotuvdilar. 4 oy oldin shu mazalari qochib qolgan yozda o'rtasida. O'shandan bas og'ir ahvolda kasal bo'lib yotuvdilar-da buvim. Arada yaxshi bo'lib qoldilar. Chilyosin qilganimiz arada ancha yaxshi bo'lib qoluvdilar. Keyin mana shu 10 kunda ichida o'ta og'ir bo'lib ovqatdan ham qolib qoldilar. Ishib ketdi polniy badanlari. Men o'tishlaridan bir kun oldin 29-oktyabr kuni buvimni ko'rgani borgan edim. Qandaydir ko'nglim bo'lmadi. Anchadan bas bora olmayapman yonlariga dedimda, dadamga iltimos qildim. Olib borib keldilar meni. Bordim buvimni ko'rgani. To'g'risi o'shanda buvim men holatlarini, ahvollarini ko'rib zo'rg'a o'zimni to'xtatdim-da, chunki yig'laganimni ko'rsalar buvim tushkunlik tushib qolmasinlar deb o'zimni to'xtatib turishga harakat qildim. Yo'llarda ko'p o'tirolmadim. Keyin men sразу uyga qaytdim, chunki Muhammad Solih buvimlar uylariga borsa постоянно yig'laydi. Qanaqadir atmosferasi yoqmaydimi bilmayman, постоянно yig'laydi o'g'lim aytdi. Ketdim uyga. Ertasiga уже bir kundan keyin shu doktordan kelganimdan keyin shu xabar bo'ldi. To'g'risi shokka tushib qolganman, даже yig'lolmadim-da, nima deyishimni bilmadim. Men уже kechga xuftonga chiqarishdi buvimni 7 ga. Men 1 soat oldin borsam уже hamma narsani tayyor qilib qo'yishibdi, yuvib, kafanlab. To'g'risi buvim o'sha yotgan holatlari hech ham ko'z o'ngimdan ketmayapti. Nima qilamiz endi, Allohning irodasi hammani boshida bor bu kun. Hammalaringni iltimos buvim uchun duo qilib qo'yinglar.